O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 4-noyabrdagi respublika hududlarida joriy yilning kuz va 2025-yil bahor mavsumlarida ko'kalamzorlashtirish, manzarali va mevali daraxt va butta ko'chatlarni ekish ishlari tizimli va uyushqoqlik bilan tashkil etish to'g'risidagi 628 F sonli farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hokimining 2024-yil 8-noyabrdagi 316-2F/22 sonli hamda Kogon shahar hokimining 2024-yil 14-noyabrdagi 132-208/22 sonli farmoyish qabul qilinib, mazkur farmoyishga asosan Kogon shahar 2025-yil bahor hamda 2025-yil kuz mavsumlarida daraxt ekish rejasi bo'yicha shahardagi korxona, tashkilot hamda muassasalar kesimida taqsimlanib, shahar hokimi tomonidan tasdiqlab berilgan. Ushbu farmoyishga asosan joriy yilning bahor mavsumida Kogon shahar hududida, ya'ni shahardagi mahallalar, ijtimoiy soha hamda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalari jami 39700 tup manzarali va mevali daraxt va butta ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Bugungi kunda ishlar tizimli tashkil etilib, ko'chatlar ekishda agrotexnik talablarga rioya etgan holda joriy yilning 10-martdan 1-aprelga qadar shahar hududida 40898 dona manzarali va mevali daraxt va butta ko'chatlari ekildi, ya'ni rejaga nisbatan 103% ga bajarilgan. Kogon shahar ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganilib, ko'chatlar doimiy ravishda parvarish qilish va agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirilishi bo'yicha biriktirish davlatnomalari asosan biriktirildi hamda Yashil makon elektron platforma ro'yxatga olindi. 2025-yil kuz mavsumida esa Kogon shahar hududida 43600 tup manzarali va mevali daraxt va butta ko'chatlari ekish rejalashtirilgan. Bugungi kunda tizimli ishlar amalga oshirilib, hozirda daraxt va butta ko'chatlar ekish davom ettirilmoqda.